ajoyib xislatlaridan bittasi, agar kim haj qilgan bo'lsa va uni haji maqbul, mabrur hajlardan bo'lgan bo'lsa, u odamni o'tgan gunohlar hammasi kechiriladi. O'tgan gunohni hammasi kechiriladi. Ulamolar aytishadiki, katta-yu kichik duo, ya'ni katta-yu kichik nimalar hammasi kechiriladi. Faqat bitta gunoh kechirilmaydi, agar insonlarga taalluqli bo'lgan bo'lsa, kimnidir pulni olgan bo'lsa, kimgadir zulm qilgan bo'lsa, bu undan mustasno. Buni endi albatta nima qilish kerak? Borib o'sha odamdan sizga zulm qilganman, uzr so'rash kerak yoki qandaydir haqqini olgan bo'lsa, o'shani qaytarish kerak. Keyin bo'ladi. Bo'lmasa, qolgan hamma gunohlarni kechiradi. O'shaning uchun ham shayton qattiq harakat qiladiki, insonni hajda jahlini chiqarishga, insonni hajda insonni hajda qattiq asabiylashiga, birov bilan urushishga qattiq qasd qiladi shayton. Chunki shayton qattiq insonga hasad qiladi. O'zingiz tasavvur qiling, shayton kimnidir 40 yil, 50 yil, 60 yil yo'ldan adashtirganda, endi bitta hajga borsa, hamma gunohlar kechirilib ketadi. Bu ham shaytonga qattiq alam qiladi. Xo'p, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hajjul mabrur, ya'ni Allohning huzurida qabul bo'ladigan hajni nimasini aytdilar, shartlarini aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytdilarki, man hajja, kim hajga borsa, va lam yafsuq va lam yarfus, fosiqlik qilmasa. Fosiqlik nima degani? Fosiqlik Alloh taoloning va rasulini aytgan har qanday ishga muxolif, ya'ni qarshi ish qiladigan bo'lsa, ana shu fosiqlik. Kim mana shunday fosiqlik qilmasa, Alloh taolo aytgandek borib, o'sha yerga borib hech kimga ozor bermasdan, hamma sunnat va farzlarni joy-joyidan qiladi. Va lam yarfus, yarfus degani fahsh so'zlarni ishlatmaslik. Ba'zi bir nimalarda o'sha er-xotin o'rtasida bo'ladigan gaplar deyishadi. Mana shu gaplarni gapirmasa, roja'a, agar mana shunday qilib borib haj qilib roja'a uyga qaytib keladigan bo'lsa, kayavmin valadatu ummu, onasi tuqqandagi kuyga qaytib keladi. Ya'ni hozir bizga yosh bola go'dakni bersa, mana shu bolalarni bersa, shu bolani o'ling desa bo'lamiz. Hech kim qo'l ko'tarmaydi. Nimaga? U norasida go'dak. Hech qanday gunohi yo'q. Xuddi inson hajga borib kelsa, o'shanday bo'lib qaytib keladi. Faqat buni sharti bor. Sharti shuki, ixlos bilan borish kerak. Ixlos bilan borganda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi bir ihromga kirayotgan paytlarida aytadilarki, la sum'atu fiha wa la niyat. Ya'ni, ey Robbim, mana ihromga kiyapman, labbayk Allohumma deb oldinga boryapman. Buyrug'ingga muntazirman deb oldinga boryapman. Bunda birovga ko'z qilish ham va haligi birovga eshittirish ham yo'q dedi. Ya'ni shu darajada ixlos bilan borish kerak. Ixlos bilan boradigan bo'lsa, kayavmin valadatu ummu, onasi qanday tuqqan kunda, ya'ni chaqaloq holatida qanday begunoh bo'lgan bo'lsa, mana shunga qaytib keladi. Tushunarli-a? Xo'p, endi biz haj kimga farz bo'lishini aytdik. Haj farz bo'ladigan odam o'sha aqllik, ya'ni aqli rosa va balog'atga yetgan va nisobdagi puli bor va yo'l topilgan odam. Bizda ko'pchilikda puli bor, lekin hali navbat kelmagan boshqa uzurlar bilan yo'l hali ochilgani yo'q. Demak, u odamga ham farz bo'lmaydi. Endi haj boshqa ibodatlardan ko'ra farq qiladigan joyi 3 xil bo'ladi. U insonni niyat qilishiga bog'liq. Inson niyat qilishiga bog'liq. Qanday desa, hajda bitta safarda ikkita ibodatni niyat qilish mumkin. Bitta safarda bir dona ibodatni niyat qilish mumkin. Masalan,
mana shu joydan chiqib ketyapti-da, O'zbekistondan boryapti, o'sha yerga borganda faqatgina haj qiladi. Umra qilmayman deydigan bo'lsa, buni otini ifrot. Ifrot haj deyiladi. Ikkinchisi bor. Ikkinchisi qiron deyiladi. Qiron haji hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan. Ya'ni men o'zim shuncha nima qilgan bo'lsam, borgan bo'lsam, o'sha tomonlarga eshitmaganman birorta odam qiron. Hattoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tamattu'ni nima qilganlar? Agar yanagi yilga bo'lgan, yanagi yilga agar men yana haj qilayotgan bo'lsam, tamattu haj qilardim degan hadislari bor. Qiron haji, bu qiron haji nima deyilgani desa, bitta safarda ikkita ibodat. Ham umrani niyat qilinadi va umradan hali cho'chqa oldirib chiqmasdan turib haj amalini o'tab turadi. Buni otib qiron haji yo'q bo'lib ketishiga sabablardan bittasi qiron haj qilgan odam o'zini yashab turgan joydan qurbonligini olishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari yashab turgan, ya'ni Madinada Makkaga nimalar qurbonliklarni haydab ketishgan. U yo'q ketgan. Endi hozir hech kim tasavvur qila olmaydiki, samolyotda o'tirib olsa, qo'lni kiyishga yoki qilib oladi. Xo'p. Endi hozir bular hammasini tafsilotiga o'tamiz. Lekin men qisqacha qilib aytyapman, esda qolishingiz uchun. Tamattu haji bor. Hozirgi kunda nihoyatda ommalashib ketgan haj. Bu qana bo'ladi desa, bu yerdan chiqdingiz, bordingiz, Madinaga bordingiz, Madinada 3 kun, 4 kun turdingiz yoki mana shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri bordingizda ihrom kiyib ketdingiz, miqotga kirib ihromni kiydingiz, kiyib turganingizda faqatgina umrani nima qilasiz? Niyat qilasiz. Umrani niyat qilasiz. Faqat umra. Umrani niyat qilasiz, borasiz, umra qilasiz. Umra qilganingizdan keyin o'sha umrani to'liq amallar qilgandan keyin choshni qisqartirib, mo'lavaga olib emas, choshni qisqartirib chiqiladi. Va haj amali kelguncha kutiladi. Haj amali kelguncha kutiladi-da, mana shunda, mana keyin haj amalini boshlab ketadi. Buni otini tamattu haji deydi. Mana bu hajni qilgan odamni mutamattir. Xo'p, bu qirondan nima farqi bor desa, qironda umra amallarini qilgandan keyin choch oldirmaydi, ihromdan chiqmaydi. Kutadi. Bu mutamattirda bo'lsa, ihromdan chiqadi. O'zining ko'ylaklarini kiyadi, sochini oldiradi, chiqqandan keyin kutadi. 10 kunmi, 15 kunmi o'sha Makkada yurgan paytda haj amallari kelguncha kutadi. Endi ifrot qilgan odam esa, o'sha nimadan kirishi bilan, miqotdan kirishi bilan, ihrom kiyishi bilan u o'sha faqatgina hajni nima qiladi xolos, ibodatni qiladi xolos, ya'ni haj amallarini qiladi xolos, va u ham kutadi. Ihromdan chiqmasdan kutadi. Misol uchun aytaylik, men faqat ifrot hajini qilyapman deb ketyapti mana shu yerdan. Faqat bitta hajni o'zini qilaman. O'sha odam miqotdan o'tib turganda ihrom kiygandan keyin aytaylik 10 kun oldin borib 10 kungacha ihromda yuradi. Ihromdan chiqmaydi. Hozir bir ihromda almashtirish, ihromni yuvish, ihromga najosat tegib bo'lsa nima qilish, bular hammasini gapiramiz. Lekin hozir men qisqacha qilib gapiryapman, esimda qolishingiz uchun. Tushunarlimi? Xo'p, modomiki bizda tamattu haji ko'p ekan, ommalashib ketgan ekan, bugungi nimamiz, mavzuimiz faqat tamattu haji haqida bo'ladi. Qolganlarda qisqa-qisqa qilib gapirib o'tamiz. O'shaning uchun yaxshilab e'tibor bersanglar, hozir faqat tamattu haji haqida gapiramiz. Ya'ni birinchi bo'lib borib umra qilib olinadi, keyin choshda oldirilib, ihromdan chiqiladi. Undan keyin haj amallari bugungacha kutib turib, haj amallaridan keyin nima qilinadi? Haj amallarini boshlaydi. O'shaning uchun mana shu tamattu haji haqida gapiramiz. Xo'p.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kirib turgan odamlar, ya'ni umrani niyat qilib Makkaga kirib turgan odamlarga miqot qo'ydi. Miqot qo'yilganlar. Miqot nima degani desa, umra amalini yoki haj amalini niyat qilib Makkaga kirib turgan odam mana shu joylardan, qaysi tarafdan kelishiga bog'liq, mana shu joylardan o'tib turganda, mana shu joylardan o'tib turganda ehromsiz o'tib ketmasligi kerak. Bizi diyorlarda birinchi bo'lib ko'pincha Madinaga boriladi va Madina tomonidan Makkaga kelib turgan odamlar Zulhulayfa 420 kilometr. Mana shu yerdan Zulhulayfadan ehrom. Tushunarli-ku? Lekin bu degani Makkaga kelib turgan odam faqat Zulhulayfaga boradimi hammasi degani emas. Yo'q. Makkaga kelib turgan odam boshqa joylardan ham kelishi mumkin. Masalan, Qobil Manazil tarafdan, Toif tarafdan kelib turgan odam Qobil Manazilga kirib laylab ketaveradi. Yaman tarafdan kelib turgan odam Yalandan mana bu joydan chiqib ketaveradi. Va Iroq tarafdan kelib turgan odamlar bu nimaga kirishadi va Shom diyorlaridan kelib turganda Juhfaga kirib ketishaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday qilib belgilar va aytdilarki, bu mana shu joyda yashab turgan odamlar uchun deb turib, davomida hadisda davomida va o'sha tarafdan kelyap turgan odamlar uchun. Tushunarli-ya? Xo'p, boshidan aytib qo'yay, 3 ta asosiy nimasi bor, farzi, rukuni bor haj. Birinchisi mana shu ihrom. Ya'ni ihrom deganda niyat. Kim mana shu yerdan niyat qilmasa yoki bo'lmasa umuman niyat qilmasa shunday chiqib ketsa Arofatga, niyat qilmadi shunday chiqib ketdi, uni haj bo'lmaydi. Haj ibodatini qilayotgan odam albatta niyat qilishi kerak. Albatta niyat qilishi kerak. Endi tasavvur qilaylik, biz Madinaga bordik. Madinaga borganimizdan keyin Madinada qandaydir ziyoratlarni qildik. Madina ziyorati haqida qisqacha aytib ketaman. Xo'p, Madinada asosiy bir ibodat yo'q. Ya'ni asosiy bir ibodat degani, agar qilmasang o'sha yerda bir jarimasi bor, qilmasang falon narsaga tushasan degan ibodat nimasi yo'q. Xo'p, nima bor desa, afzalligi bor. Birinchi o'rinda Madinaga borgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida namoz o'qisa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1000 rakat boshqa joyda o'tirganlardan ko'ra 1000 rakat ortiq savob berishni aytdi. Ikkinchisi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yotgan qabrlarini nima qilish kerak? Ziyorat qilish kerak. Kelib assalomu alayka ya Rasululloh deb ziyorat qilish kerak. Mana shu ziyoratni qisqacha qilib aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga kirganimizda o'zi Babu Salam dedi. Babu Salam o'sha ko'p gumbazda ro'parasi bu tomon. Ko'p gumbazni oldidan kiradigan ish emas, bu tomondan kiradigan ish. Kelyapsiz, o'sha o'ng tomonda imom turadi. Kelyapsiz, kelganingizda tepaga o'zi yozib qo'ygan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bu shaklda yotqizilgan. Mana bu taraf qibla bo'lib turgan bo'lsa, ayollarni bu tarafga, boshlarini bu tarafga qilib yotqizilganda, kallalarni, ya'ni muborak boshlarini bu tomonga, qiblaga qaratib qo'yilgan. Mana shu kelyapti-da, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom berishni yozib qo'ygan. Assalomu alaykum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yozdi. Mana shu yerga kelganimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga assalomu alaykum Rasululloh deb salom beramiz. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni maqtaymiz. Aytamizki, qadballahu amana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan tushirilgan, yuklatilgan omonatni to'liq yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanishtirishchilik qilmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarindoshlarini qo'shib bu narsa demagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday
yuklatilgan bo'lsa shunday yetkazdi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday yetkazilganiga guvohlik beramiz. Biz aytamizki, ashhadu, guvohlik beraman, yo Rasululloh, siz yuklatilgan vazifani o'sha islomni qanday bo'lsa shunday yetkazdingiz deb aytamiz. Chunki hozir yer yuzida 2 milliard musulmon bor. Bu degani agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanish bo'lishligi boshqa qilganlarda o'sha joyda qolib ketadi. Lekin bu butun dunyoga tarqaldi. Butun dunyodan olimlar, allomalar, qancha odamlar chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi hajlarida aytdilar: sizlarni eng hurmatlaringiz va pullaringiz bu eng taqvodorlaringiz. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishdan Rasulullohga nima berganimizdan keyin, salom berganimizdan keyin guvohlik beramiz, maqtaymiz. Ya Rasululloh, siz haqiqatan yuklatilgan nimani, yuklatilgan vazifani to'liqcha ado etdingiz. Undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning betlaridan mana bu joydan, mana bunday qilib Abu Bakr roziyallohu anhu qo'ydi. Hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari, muborak ayollari tugamasdan turib, mana bu chekkada Abu Bakr roziyallohu anhu qo'ydi. Shuni o'tamizda 2 qadam, ya'ni shu 2 metrcha yurganimizdan keyin u yerdan qo'ygan buna salom ala Abu Bakr. Abu Bakr roziyallohu anhu. Abu Bakr roziyallohu anhuga xuddi shu tarzda salom beramiz. Assalomu alaykum xalifatu Rasululloh deymizda, undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhuga ham maqtaymiz. Abu Bakr roziyallohu anhuga ham guvohlik beramiz. U kishi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kiyimni omonatni qanday olgan bo'lsalar, o'shanday topshirdi. Va undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhuning bellaridan Umar ibn Xattob qo'yilgan. Ya'ni 3 ta muborak jasad mana bunday shaklda. Tushunadingmi? Uzilmas. Ha, mana shu uzilmasdan shakl. 2 metr. Taxmin hisobidan 6 metr. Keyin Umar ibn Xattobga ham salom beramiz. Assalomu alayka ya amiral mu'minin deymizda, u kishini ham maqtaymiz. U kishi ham yuklatilgan vazifani qanday bo'lsa shunday qildi. Xo'p, undan keyingi amalimiz ba'zi bir tur firmalar olib borishadi, ba'zilar olib borishmaydi. O'sha holatiga qarab turib, Uhud tog'larini ziyorat qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zaykal jabal yuhibbuha va yuhibbukum degan. Bu tog' bizni yaxshi ko'radi, biz ham yaxshi ko'ramiz. Xo'p, bu tog' yaxshi ko'radi, biz ham uni yaxshi ko'ramiz deganlar, demak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nima borib o'sha Uhudni ziyorat qilishlari haqidagi hadislar kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilamiz. Uhudni ziyorat qilamiz. Undan keyin bizda yana bitta katta imkoniyat bor. Bu ham bo'lsa Qubo masjidida namoz o'qishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ko'pchilik e'tibor bermaydigan bitta tarafi bor. O'shani aytib o'tib ketaman. Sharti bor. Sharti shuki, yashab turgan joyingizdan tahoratga chiqishingiz kerak. Ba'zilar borib tahoratni yangilaydi yoki o'sha yerda tahorat qilaman deydi. Lekin u ham yaxshi. Lekin afzali yashab turgan joyingizdan, ya'ni gazdingizdan tahorat qilib olish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim uydan tahorat qilib chiqib, Quboga kelib 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, unga nima savob beriladi? Umra savob beriladi. Demak, sizda bitta safarda 3 tadan 4 tadan savob olish imkoniyatingiz turibdi. Demak, Madinada qilinadigan ishlardan bittasi Qubo masjidiga borib 2 rakat o'qish. Agar shanba kuni bo'lgan bo'lsa, durust bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shanba kunlari bor. Piyada boradi. Agar imkoningiz bo'lsa, shanba kuni, ya'ni olib borilgan firma tarafidan agar shunaqa xizmat bo'lsa, o'sha avtobusda birga borganingiz yaxshi. Agar bo'lmasa, Masjidul G'omama degan joy bor. Masjidul G'omama Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlariga juda ham yaqin. Taxminiy hisobdan o'sha panjaradan chiqqanimizdan keyin taxminiy hisob bilan 50 metr qoladi. Masjidul G'omama bor, o'shaning yonida 10 riyolga olib borib qo'yadigan mashinachilar bor, kichkina mashina, elektr mashinalar, ular g'izillardan 10 riyolga bitta odamga olib borib qo'yadi. Agar imkon qilsangiz, shu o'zingiz borib, Qubodan 2 rakat namoz o'qib qaytib kelsangiz, har kuni agar qiladigan bo'lsangiz, har bitta 2 rakat namozga bitta umra hisobga yozib qo'ying. Har kuni. Xo'p, demak, hozir
Tasavvur qilaylik, biz Madinaga bordik, mana shu amallarni qildik. Endi Makkaga olib ketish vaqti keldi. Makkaga olib ketish vaqtida Madinadan chiqqan odam albatta Zulhulayfaga to'xtaydi. Chunki Madinadan Makkaga yuradigan yo'l Zulhulayfadan. Hozir boshqa yo'l yo'q. Faqat Zulhulayfadan. Zulhulayfadan endi Ehromga kiramiz. Xo'p. Ehrom erkaklar bilan ayollarda farqlanadi. Ayollar xohlagan narsalarni kiyishlari mumkin. Rangidan, boshqa narsadan qat'iy nazar faqat ikkita narsadan qaytaradi. Ayollar birinchisi yuzni niqob shaklida, hozirgi maska shaklida qilib to'sishlikdan qaytarilgan. Tepadan tushirsa bo'ladi. Tepadan tushirsa bo'ladi. Lekin mana bunday shaklda to'sishdan qaytaradi. Ikkinchisi perchatka kiyishdan, ya'ni qo'lqop kiyishdan, ayollar o'sha qo'lqop bor, o'sha kiyishdan qaytaradi. Mana shu ikkita narsadan qaytaradi. Qolgan xohlagan narsani kiysa bo'ladi. Ular paypoq kiysa, ro'mollarini hamma narsa mumkin. Ularga hijob hamma narsa mumkin. Faqat mana shu ikkita narsadan qaytaradi. Xo'p, erkaklar 2 dona sochiqda qolamiz xolos. 2 dona sochiq. Uni ehrom deyiladi hozirgi tilda. U majoziy ma'no. Ehrom o'zi asli niyat. Ehrom deb mana bu sochiqni aytadi. 2 dona sochiqda qoladi. Boshqa hamma yo'lda yechiladi. Pastga bitta, yuqoriga bitta o'raladi. Endi mana bu Zulhulayfani ko'rinishi. Yuqoridan olingan Zulhulayfa miqotining ko'rinishi. Bu yerga kelsak, mana avtobuslar joylashgan. Avtobus joylashuvi. Xo'p, avtobuslar nihoyatda ko'p bo'lganligi uchun birinchi qiladigan ishingiz tushib turib, o'sha avtobusni tushib turgan joyda nomerlarni ko'rib olishingiz kerak. Nomerlarni ko'rib olib, adashib qolmaslik uchun. Chunki chiqsangiz hamma bir xil kiyimda adashib qoladi. O'zida hamma nima bir xil kiyimda bo'ladi. Inshaalloh boringizga ko'riladi. Ma'rifatda bir necha bor shunday guvoh bo'ldim, qorga o'xshaydi. Yuqoridan toqqa chiqib qarasang, xuddiki qor. Hamma oq kiyimda. O'shaning uchun birinchi qiladigan ishimiz joyimizni odamlar bir-biriga o'xshaganligi uchun avtobusni joyini yaxshilab ko'rib olamiz. Bir narsani yaxshi bilinglar, shayton aynan o'sha yerda ishlaydi. Qanday ishlaydi? Falonchini qarab, bir avtobus odamni kuttirdi deb shunaqasi olib keladi. Sizda o'sha yerda o'zida boshlanadi. Ichingizda o'zingiz bilan o'zingiz urushadi. Shunga bitta qattiqroq gapirib qo'ysam, keyingi safar shunaqa qilmasmikin? Har safar shu. Mana shunday ham o'zingizni tiying. Mana shunday ham o'zingizni tiying. Astag'firulloh deng. Men bu yerga butun umr qilgan gunohlarimni forig' bo'lib ketish uchun kelganman. Yana bitta gunoh uchun kelmaganman deb turing. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Faman farada fihinnal hajj fala rafata wala fusuq wala jidal fil hajj." Qarang, 3 ta narsaga qattiq urg'u berildi. Kimga haj farz qilingan bo'lsa, fala rafat buzuqlik fahsh so'zlar. Wala fusuq o'sha hozir aytganimizdek fosiqlik, Alloh va Rasul qaytargan har qanday ishni qilishlik fosiqlik. Ya'ni g'iybat qilishlik boshqa narsa. Uchinchisi bor. Bu jidal, tortishuv. Tortishuv ham mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, kim haq bo'lib turib, haqsiz, 100% siz haqsiz. Agar tortishuv qilsa, men jannatda o'rtasida kafolatini beraman. Demak, tortishmaslik kerak. Hech ham tortishmaslik. Xo'p, bu yerga kelganimizdan keyin qilinadigan ishlar. Bular sunnat amallari yoki mustahab amallari ba'zilari. Xo'p, ichki tozalikka e'tibor beramiz. Ichki tozalikka e'tibor beramiz. Tirnoqlarimizni olamiz. Tirnoqlar olinadi. Xo'p, undan keyin mana shu yerga chiqqanimizdan keyin yana bir narsani bilib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyaga o'tirganlardan aytgan. Tuyaga o'tirganlardan aytgan. Demak, sunnatlardan bittasi avtobusga o'tirganingizda niyat qilish.
Hop, bir kishi aytyaptiki, men avtobusda o'tirman, ichkarida yuvinib, boshqa qilgandan keyin niyat qilyapman, labbayk Allohumma umratan qilyapman desa, biz o'ziga aytamizki, siz to'g'ri qilyapsiz, hech qanaqa nima yo'q, faqat sunnatni o'tkazib yuborgansiz. Sunnat nima edi? Sunnat avtobusda o'tirganda. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tuyaga o'tirganlarda niyat. Hop, niyat nima? Mana shu yerda yaxshi aytib biz hozir tamattu nimasini qilganimiz uchun umraga niyat qilamiz, faqat umraga niyat qilamizda aytamizki, labbayka Allohumma umratan. Labbayka Allohumma umratan. Ha, umrani o'ziga. Endi umratni buni bilmayman, hozir o'sha paytda esimga kelmay qoldi. Nima edi? Deb taligimni bizlarga bor-da, shunaqa esdan chiqib. Shunda aytaveramizki, o'zbekcha aytaveramiz. Allohimma umraga niyat qildim deymiz. Endi kimdirlar Allohumma yassir hali va taqabbal minni degan duolarni qo'shadi, u ham o'ziga yarasha fazilati, o'ziga yarasha Alloh taolo qabul qilishiga bo'lishi mumkin. Lekin qisqa qilib Allohumma labbayka Allohumma umratan desangiz yetadi. Labbayka Allohumma umratan desangiz yetadi. Bilmadim, Allohim senga umrada labbayka deb aytyapman desangiz bo'ldi. O'zbekcha qilib aytsangiz bo'ldi. Mana shu bilan umraga kelgan hisoblanasiz. Shu bilan umraga kelgan hisoblanasizda Makkaga yo'l oladi. Hozir men qaytarib aytmoqdaman, 420 kilometr. Bu degani taxminiy hisob bilan 5 soat, 6 soatda Makkaga yetib oldim. Zulhulayfani ichkaridagi ko'rinishi, Zulhulayfani bir necha eshigi bor, o'shalardan bu katta shaklli ko'rinishi, odamlar mana hammalari mana shu yerda. Qaranglar, bu tomon hammasi hammom. Ya'ni imkoniyat qo'yilganki, hojilarga mana shu yerga kelib, agar g'usl qilmagan bo'lsa, mana shu yerda g'usl qilishadi. Xo'p, Zulhulayfani masjidi bor, ichkariga kirganda masjidi bor. Masjidda 2 rakat namoz o'qiymiz. 2 rakat namoz o'qiymiz. Masjidga kirib 2 rakat namoz o'qiymiz. Bu ihrom namozi deyiladi. Ulamolar bu hadisda ba'zilar zaif desa ham, lekin ko'pchilik sahih hadis deyishadi. Hech bo'lmasa hasan hadis amal qilinadi deyiladi. Kirib 2 rakat namoz. Birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatiga qul huvallohu ahad. Mana shu 2 rakat namozda o'qiladi, ihrom namozi deyiladi. Ba'zilar shukrona namozi. Allohim shu darajaga menga shu ne'matni bergani uchun unga hamd va sanoat olsun degan maqsadda mana shu 2 rakat namoz o'qiladi. 2 rakat namoz o'qiganlarda keyin chiqib o'sha avtobusda o'tirganda labbayk Allohumma umratan desa yetadi. Ana undan keyin kelingandan keyin gastitsaga tushiladi. Hozirgi kunda mehmonxonalarga joylashadi. Xo'p, endi mehmonxonaga joylashganingizda hali siz u sochiqqa o'rganmagansizda. Bizda hali unaqa hech kim unaqa qilib yurmaydi. Ularda keyin ko'p qilinganligi uchun ular juda ham ba'zilarida juda ham inchik bo'lib ketishgan, juda yaxshi eplashadi. Ba'zilar eplanmaydi. Ovqat tegizib bo'ladi yoki suv ichirganda ko'rani tushga o'xshagan narsalar ichsa, ular tegib ketib qoladi. Shunga o'xshagan narsalar tegib ketib qoladigan bo'lsa, ehromingizga yangi ehrom qilib almashtirishingiz mumkin. Tushunadiga, yangi ehrom qilib. Endi menda yangi yo'q desa, o'sha joyni yuvib yuborasiz. Bo'ldi. Yuvganda ham faqat suv bilan. Haligi shampun, sovun, bunaqa narsalar emas. Suv bilan o'sha joyni yuvib olasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, mana bu ehromga za'faron yeb topdilar." Za'faron paytida hid bo'yicha, ya'ni hozirgi kundagi atirlarni o'rniga ishlatilardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqirib turib yuvib olishga buyurdi. Keyin o'sha sahobiy yuvib oldi. Xo'p, tushganingizdan keyin, gastitsaga tushganingizdan keyin, joylashganingizdan keyin 50 boshlar bo'lsa, 50 boshlar bilan nimaga chiqiladi? Ka'baga chiqiladi. Ka'baga chiqmay turganda ba'zi bir odoblari bor.
sunnatlari. Odoblaridan bittasi birinchi marta odam ko'rib turgan odam duo qilsa ijobat bo'ladi. Ko'pchilik aytadi nimaga duo qilishimiz kerak deyishadi. Duo qilishda ham haligi o'ziga yarasha qonun qoidasi. Ikki dunyoni so'rashdi. Sizni bu yerdan ketib turganingizni eshitgan juda ko'pchilik siz ham duo qiling deydi. Biz ham o'sha boshqa duo qiling. Hech bo'lmasa o'shalarni eslash kerak. Ey Robbim, men ularni hammasini eslolmayman. Juda ham ko'pchilik mendan so'ragan deb o'shalarning haqqiga ham duo qilamiz. Ularning haqqiga ham duo qilamiz. Xo'p, o'zingizni farzandlaringiz, qarindosh urug'laringiz, yurtimizga hamma duo qilaverasiz. Har qanday duoni qilaverasiz. Har qanday duo qilaverasiz. Duo keyin mana bu joydan tavofda birinchi marta boshlanadi. Endi sunnati shuki 10 yelka ochadi. 10 yelka ochadi. Mana shu yerga kelganda 10 yelka ochadi. Mana shu yerda boshlanganda 10 yelka ochadi. Xo'p. Endi o'sha yerdan boshlanadi. Duolarni agar bilsangiz, men aytib ketaman. Duolarni bilsangiz aytib ketaman. Odatda biz agar umra qilsak, bir kishini tayyorlaymiz, o'sha odam duolarni qolganlardan aytib yuradi. Duolarda mana shu yerda boshlanadigan duo Allohumma inna nas'aluka va tasdiqan bi kitabika va ittiba'an li sunnati nabiyyika degan nima bor, duo bor. Ma'nosi shundan iboratki, Allohim senga iymon keltirganligimiz uchun shu joyda aytamiz. Va tasdiqan bi kitabika, kitobingga ishonganimiz uchun mana shu joyda aytamiz. Va ittiba'an li sunnati nabiyyika, payg'ambarning sunnatiga ergashganligimiz uchun mana shu yerda aytamiz. Deb turib, ana undan keyin bismillah deb mana shu joyda rasm to'g'ri kelgan. Qaranglar, eshikni oldi, mana shu joyda. Hajar al-Aswad. Mana shu joyda nima qilinadi? Bismillah, Allohu akbar deb boshlaysiz. Xo'p, ikkita qo'lni ko'tarsangiz ham bo'ladi. Bismillah, Allohu akbar deb ikkita qo'lni ko'tarsangiz ham bo'ladi. O'sha tomonda bitta qo'lni ko'tarsangiz ham bo'ladi. O'ng qo'lni bismillah, Allohu akbar. E'tibor beringlar, boshqa nima yo'q. Bismillah, Allohu akbar. Undan oldingisi Allohumma inna nas'aluka va tasdiqan bi kitabika va ittiba'an li sunnati nabiyyika deb mana shu yerdan boshlanadi. Endi to'q qilib turganimizda hozir aytgandek, erkaklar 10 erkakni ochib olamiz. Ayollar ham bir xil. Bu yerda hech qanday farq yo'q. O'sha duolarni qilib turib aylanishadi. 7 marotaba aylanadi. Xo'p. Hajarul Aswad qora toshdan boshlanadi. Mana ko'rsatib qo'ydim. Hajarul Aswad shu yerdan boshlanadi. Bu ismlari mana bu joy Ruknul Yamani deyiladi. Hajarul Aswaddan oldingi burchak Ruknul Yamani deyiladi. Chunki aynan Yaman davlatiga mana shu tomonga qarab turganligi uchun Ruknul Yamani. Xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu joyda qilgan duolarimiz, mana bu joyda qilgan duolarni aynan zikr qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ruknul Yamaniydan Hajarul Aswadgacha kelganlarigacha bitta duoni qaytargan. Qaysi duo bu? Hammamiz bilamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azab. Mana shu duoni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda qilganlari haqida kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan mana shu joyda ushlab turib yig'laganliklari, mana bu joyga ushlaganliklari, tazarruq qilganliklari bor. Va mana bu joyda ham tazarruq qilganliklari bor. O'zi aslida mana shu eshik bilan Hajarul Aswadni o'rtasida joy bor. Mana shu yerda joy bor, uni otini multazam. Multazam deyilishiga nima sabab deyilsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda lozim tutgan. O'shaning uchun mana shu yerda. Hop, bu tomonlarda nima qilinganlari, ya'ni o'sha tazarruq qilinganlari haqida xabar yo'q. Lekin aynan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda o'sha tazarruq qilinganlari, yig'laganlari, gunohlarga mag'firat so'raganlari mana shu joyda kelgan. Bizlar mana shu joydan yo'qolganlardan berigacha Robbana atinani aytamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar.
Hop, mana bu joyda hatim deyiladi. Hatim, hop, aylanib turganda o'zi oqib kunni to'sib tashlashgan, oldin to'silmagan bo'lsa, o'sha kimlarga to'g'ri keltirgan bo'lsa, tavofi komil bo'lmaydi deyishadi. Chunki bu ham Ka'ba. Mana bu ham Ka'ba hisoblanadi. Eski o'rni. Ha, eski o'rni. Quraysh puli yetmay qolgan joy shu. Hammalari nima qilishgan, Ka'bani boshqa qilib qo'yishgan uzun. Lekin mana shu yerda pullar yetmay qolishgan. O'shaning uchun shungacha qoldi. Ya'ni halol pul nazarda tutiladi. Hop. Mana bu maqom Ibrohim. Ibrohim alayhissalomni toshni ustiga chiqqanlarida mana shu joy. Maqom Ibrohim, mana bu maqom Ibrohim. Qolganlarning ismi bizga kerak bo'lgan narsa aynan mana bu yuklaganadi, chunki mana shu yerda Robbana atinani aytasiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deb hisoblangan. Agar odamlar ko'p bo'lsa, mana bu nima bor? Mana bu yerda odamlar ko'p bo'ladigan bo'lsa 3 marta aytasiz xolos. 3 marta aytsangiz kerak bo'ladi. Odam oz bo'lsa 2 marta aytasiz. U nimaga yurgandagi odam ozligiga qarab turadi. Hop, undan keyin hali nimadan to'xtaganimizda 7 marotaba tavof qildik. 7 marotaba tavof qildik. Tavof qilganimizdan keyin bilib qo'ylar, har qanday tavofda 2 rakat namoz bor. Unda niyat qilganda 2 rakat tavofning sunnat namozi deb turib niyat qilinadi. Ha, u qayerda o'qilish kerak desa, aynan maqom Ibrohimda o'qilish kerak. Allah Taala Qur'onda "Billahi shaytonir rojim muttaxidu min maqom Ibrohim musalla." Maqom Ibrohimdan o'zlariga namozgoh qilib o'qinglar degan ma'noda shunda namozgoh qilib olinglar deydi. Lekin hozirgi kunda buni iloji yo'q. Maqom Ibrohimda o'qishda iloji yo'q. Mana agar mana bu odam o'qisa, mana shuncha odamga joy yetmaydi. O'shaning uchun hozirgi kunda Saudiya hukumati mana bu joydan alohida namoz uchun joy ajratib qo'ygan. Biz ham mana shu yerda hamma kelib o'qiladi, chunki zamonlar aytadiki, maqomi Ibrohimda mana bunga yaqin o'qishga imkoniyat bo'lmasa, qolgan hamma joyda o'qilaveradi. Shularga hamma joyda o'qiladi. Demak, mana bu joyda joy qilib qo'yilgan. Mana shu joy qo'yilgan joyda 2 rakat o'qiymiz. Bu 2 rakatda tavofni sunnati namozida o'qiymiz. Birinchi rakatga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchi rakatga qul huvallohu ahad. Ha, bir ehrom bilan bo'lmasi bir. Ana bundan keyin hop sunnatlardan bittasi to'yib zamzam ichish. Bu hozirgi biz yangi borgan vaqtlarimizda mana shu maqom Ibrohim yonidan pastga tushadigan zina bor. O'sha yerga tushsiz shuni tagida blogdan ko'rib turasiz, zamzamlar bor. Men 2000-yillarga aytyapman, 2003-larda shu yangi bo'lgan vaqtlarimizda bor. Lekin hozir buni bekitib tashladilar, hammasini mana bu ichiga qo'ygan. Bu tarafdagi namoz o'qiganingizda arkangizga qarasangiz, orqa tomoningizda zamzam suvlarini qo'yib qo'ygan. Borasiz, zamzam suvini to'yib ichishlik o'sha yerda sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnilaridan turib ichgan. Nimaga bizda zamzamni turib iching deyiladi? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamzam suvini mana shu yerda turib ichgan. Ulardan turib ichgan. Demak, nima qilib bo'lganimiz, zamzamni ichib bo'lganimizdan keyin sekin astalik bilan o'zi yozib qo'yilgan ishoralarga qarab turib birinchi Safo tog'iga chiqamiz. Safo tog'iga chiqamiz. Tavof qilib bo'ldik, tavof qilib bo'lganimizdan 2 rakat namoz o'qib bo'ldik. Undan keyin ishoralarga qarab turib chiqamiz. Chunki nimada yozib tashlagan, tepasiga hozir zangori chiroq bilan yozib qo'yilgan. Ingliz tilida ham, nima tilida ham yozib qo'yilgan. Arab tilida ham yozib qo'yilgan. Xo'p, undan keyingi qilinadigan ish Safoga chiqamiz. Birinchi Safoga chiqqanimizdan keyin iloji bo'lsa hozirgi kunda o'sha haj va umrada qilinadigan duolar degan kitobni o'shani olib olinglar. O'sha kitobchani olib olinglar. Chunki esidan chiqib qoladi baribir.
agar xosatan birinchi bor turgan bo'lsangiz, ming yaxshi tushunganingiz bilan eslab chiqib qoladi. Mulla Ali Qori degan olim o'tganlar, mana shu olim zot hajda adashib qolgan ekanlar. Keyin kelib turib bir kishidan qanaqa bo'lardi deb so'raganlarida o'zlariga aytishgan. Mulla Ali Qorining haj haqida kitobni o'qimaganmisan? Demak, har qanday odam, ya'ni shu kitob yozgan odam bo'lsa ham nima bo'lib qolishi mumkin? Adashib qolishi mumkin. Birinchi borgan. Undan keyin hammamizda ko'p ishlaydigan gapimiz bor. Hamma qaytib keladigan aytadi. Keyingi safar mani hoji boshqarib jo'natavering deydi. Hamma javob. Hamma shunday. Nimaga tajriba bo'lib o'sha nimani bilib oladi. Lekin birinchi borganda albatta ozgina qiyinchilik boshqasi bo'ladi. Biz safoga chiqamiz. Safoga ko'tarilgan vaqtimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duolar bor, o'sha duoni qilamiz. Makka tarafga, ya'ni Ka'baga qarab turib, 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deymiz. 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb qo'limizni ko'taramiz. Keyin aytamizki, La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. La ilaha illalloh wahdahu anjaza wa'dah va nasara 'abdah va hazabal ahzaba wahdah. degan duo bor. Mana shuni 3 marta qaytaradi. La ilaha illalloh bilan bu duoni 3 marta qaytaradi. Tomoni bor. Safoda judayam odamlar ko'p bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha odamlarga nima yetmaydigan, zararingiz yetmaydigan bo'lsa, tepparoq yuqori darajada chiqib olsangiz, bo'ldi, odamlar maqtab ketishaveradi. Siz o'zingiz bemalol xotirjam duo qiling. Xo'p, bundan oldingi oyat bor. Oyatda inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Alloha shakirun alim. Oyat bor. Buni ham o'sha duo kitoblarida ko'rib olasizlar. Safoga chiqquncha aytiladigan va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchisi abdal bima badalloh. Alloh boshlagan narsalar bilan boshlagan ekan. Chunki Alloh taolo inna safa deb safardan boshlagan, shuning safodan boshlagan. Birinchi yurishimiz demak nimaga keladi? Safodan boshlanadi. Safo tog'idan Marva tog'iga yuramiz. Yurganimizda tepada, yuqorida zangor chiziq bilan qo'yilgan joy. Erkaklar o'sha yerda yugurishadi. O'zi hamma yuguradi bu yerda. Imkon bo'lsa. Qaranglar, bu faqat erkaklar, ayollar o'z hollarida ketishadi. Erkaklar yugurish. O'sha mana bu zangor chiziq mana shu kelganda mana shu yergacha o'sha belgilab qo'ygan joyga yuguradi. Hop, yugurganda nima deyiladi? Allohumma ighfirli. Allohumma mag'firat. Agar bilmasangiz o'sha paytda esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, Allohumma mag'firat deb yugurasiz. Hop, Safo bilan Marvaning o'rtasida necha marotaba bo'ladi? 7 marotaba. Kurugiga hisoblaganimizda 3,5 tur. Ko'pchilik bilmasdan Safoga borib yana Marvaga borib yana Safoga qaytib birlashadi. Unaqa emas. Safo tog'idan chiqib Marva tog'iga keldingiz, bu bir marta. Marva tog'idan borib Safoga borish uchun har Safoga Marvaga borganingizda o'sha men aytgandek Ka'baga qarab turib 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wahdahu la sharika له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وحده احزاب وحده duo uchmata o'qiysiz. Bilib qo'yinglar, haj va umrada 3 ta narsa jamlanadi. Bu duoni qabul bo'lish uchun 3 ta narsa jamlanadi. Meni o'zim hayotimda o'tgan va bilgan odamlarning hammasiga juda ko'pchilik menga kelib aytib ketishgan, duoingiz qabul bo'ldi. Bordik, duo qildik, qabul bo'ldi. Bordik, duo. Chunki odatda 3 ta narsa jamlanadi. Birinchi o'rinda qalbingiz erib turadi. Bu qalb har qachon eriydi. Qalb qachon eriysa, mana shunday ibodatlarda qalb eriydi. Qalbingiz erib turadi. Ikkinchisi makon muborak. Safo makoni muborak.
Uchinchisi, aynan siz muborak vaqt. Bu muborak vaqt degani haj oylari. Mana shu uchta narsa nima qilinganki duoda ijod. O'shancha safarga maqomga chiqib turgan insonlar tinmay duo qilish. Tinmay duo qilish kerak. Keyin bir kishilar aytadi, "Men juda ko'p duo qildim, buni kitobga qaramay o'qiyolmayapman. Nima qilishim kerak?" Siz ularga aytasiz-ki, "Qul huvallohu ahad, qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas." Mana shu uchalasini qaytarib yuradi. Chunki hamma biladi. Shularga demak taqvodan boshlangan bizning ibodatimiz Marvoga kelganda to'xtaydi. Marvoga kelgandan keyin Marvoda soch oldirilgani bor. Bu erkaklar o'sha paytida sochni bunaqangi ustalar bilan oldirish nima emas, shart emas, qisqartirilgan afzal. Qisqartirasiz, afzal. Umrada, hozir umra hali hajga borganimiz yo'q. Va qisqartirilgan. Chunki hajda keyin olasiz. Hajda olasiz. Agar bunaqa ayollar qancha oladi desa, mana bu barmoqni shu bitta bo'g'inicha oladi. Ayollar ham sochini emas, ayol sochini to'playdi, to'plab turib, o'sha to'plangandan keyin mana shu miqdorda oladi. Shu bilan endi siz umra ibodati tugagan hisoblanadi. Umra ibodati tugagandan keyin umra ibodatini qilib oldingiz, sochlarda oldirib bo'ldingiz, hammasini bo'ldingiz, endi borib yashaverasiz. Arafa kunini hammamiz bilamiz. Arafa kuni nechinchi kun bo'ladi? 9-Zulhijja. Zulhijja oyining 9-kuni Arafa kuni. O'shandan asli sunnati bir kun oldin ehromga kirish, buni otini yavmut tarviya deyiladi. Yavmut tarviya kuni yana yashab turgan mehmonxonamizdan ehromga kirish. Endi miqotga borish shart emas. Miqotga bormaysiz. O'sha mehmonxonada endi bu o'sha borgan kompaniyaga, borgan o'sha turizm nimasiga bog'liq. Chunki ba'zilar faqat Arafa kuni chiqib ketadi. Yo'q, bugun o'sha Arafa kuni bo'ldi, ertaga hayit kelmoqda, ana shu kun kelamiz dedi. Bu ham bo'laveradi, lekin sunnati bir kun oldin kirib Minoga borish. Bir kun oldin kirasiz, ya'ni 8-Zulhijja. Ertaga Arafa degan kuni yana xuddi o'sha ishlardan mana shu yerda davom ettirasiz. Ya'ni g'usl qilasiz, g'usl qilib ehrom kiyasiz va o'sha nimalar 2 rakat namoz o'qiysiz-da, endi niyat qilib turasizda, labbayka Allohumma hajjatan. Allohim senga hajdan labbayka dedim. Oldingizda nima dedik? Yo'qlaysa-da, umratan dedik. Shularga mana shu joydan yashab turgan gastisaimizdan, ya'ni mehmonxonamizdan nimaga kelib olamiz? Ehromga kelib olamiz. Shularga hop, undan keyin Minoga borib. Mana bu shaklda o'zi borganda yozib qo'ygan, mana bu yerdan boshlanadi. Minoga qo'ygan, mana bitta o'sha ikki xil tillarda yozib qo'yilgan, mana bu palatkalar o'sha kuni Minoda turildi. Arafa kunidan bir kun oldingi kunni arablar eski o'sha vaqtda yavmut tarbiya deb nomlashgan. Sababi Arafada suv bo'lmagan, o'sha kuni Makka ahli hojilar uchun suv olib chiqdi. Yavmut tarbiya degani suv olish kuni. Mana shu yavmut tarbiya bu 8-kuni bo'ladi. Ertaga Arafa degan kun bo'ladi. O'sha yerda bir kun yotishlik sunnat. Agar kimdir yo'q, bizda hozir imkoniyatimiz yo'q, to'g'ri Arafaga chiqib ketamiz deydigan bo'lsa, u ham bo'laveradi. Bu haj ham haj. Lekin bu sunnat. Bir kun oldingi nimasi sunnat. Mana bu palatkalarning ko'rinishi har bitta palatkada gilam bo'ladi. Har bitta palatkada o'ziga yarasha imkoniyatlar berish. Ya'ni hozirgi issiqliklarda
konditsionerlar o'rnatilgan, suvlar bor bu yerda, mana shunday sharoitlar bilan qilaylik. Minoga bordik. Minoga turilgandan keyin ertasi kuni quyosh chiqishi bilan endi hamma yana avtobusga o'tirib, qayerga ketiladi? Arafaga ketiladi. Arafaga chiqiladi. Arafaning ko'rinishi mana bu shaklda. Arafada hozirgi Minodan imkoniyatlar kamroq, ya'ni har bitta palatkalarni yon tomonlari to'silgan bo'lmaydi, ochib qo'yilgan bo'ladi, chunki Arafada yotilmaydi. Arafada quyosh chiqqandan quyosh botgungacha o'tiriladi xolos. Quyosh chiqqandan quyosh botguncha o'tiriladi xolos. Arafada mana bu joy bor, mana bu o'rilgan, buni Jabalur Rahmat, ya'ni rahmat tog'i deyiladi. Bu yerga borishni ko'pchilik shart, mana shunga bormasak hajim qabul bo'lmaydi degan boshqa ma'nodagi gaplarni gapirishadi. Yo'q, unaqa emas. Lekin mana shu Jabalur Rahmatda Odam alayhissalom bilan momo uchrashgan joylari, o'sha jannatga tushgandan keyin uchrashgan joylari bilan tarix ulamolar gapirishgan. Nima bo'lgan taqdirda ham Jabalur Rahmatga ko'pchilik Jabalur Rahmatga boramiz, Jabalur Rahmatga o'tiramiz, o'sha yerda duo qilamiz, o'sha yerda duo ijobat bo'lar ekan degan gap. Yo'q, u gap emas. Arofatni hamma joyida duo. O'tirgan joyingizda ham duo ijobat. Xo'p, endi bitta yaxshi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Arafat kuni eng yaxshi duo. Yana bir hadisda men va mendan oldingi payg'ambarlar yani duo la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. O'sha kuni mana shu duoni Arafatda turisini kamida 1000 marta ayting. Kamida 1000 marta. Ulamolar aytishadiki, kimni qalbida so'raydigan narsasi. Arafatga borganimda, Allohga yaqin bo'lganimda so'rayman degan duosi bor. Lekin esidan chiqib qoldida, o'rniga mana shu duoni aytib o'tdi. Shu duosi qabul bo'ldi. Ko'nglidagi aytilmagan duosi qabul bo'ldi. Agar mana shu duoni qaytarsa. O'shaning uchun shuni yaxshilab bilib oling. Arafat kuni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir degan duoni o'qish kerak. Men o'zim ko'zim bilan ko'rgandan 4 soatlab duo qilganman. Qo'lini shunday ko'targan 4 soatdan shu. Shunaqangi darajadagi odamlar har bir narsani 3 martadan qanday Alloh taolodan so'raydi. Har qanday narsa. Xo'p, endi hajga bormaganlar bilan hajga bormaganlar o'zi tutish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qancha gunohlar kechiriladi dedi? Bir yillik gunohlar kechiriladi. Ikkinchi farz deb Arafadagi ikkinchi farz. Arafatdagi ikkinchisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Arafatda turgan odamni haj bo'lish haqida aytdilarki, al-hajju Arafa. Haj go'yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ey musulmonlar, bilib olinglar, haj bu Arafadir. Arafa chegarasi turibdi, Arafa chegarasiga o'tdik, ehromlarni siz nima niyat qilgansiz, Arafaga turdik. Bir sekund bo'lsa haj haj. Ehromga kirib oldingizda qandaydir sabablar bilan kiramiz o'sha Arafaga. Bo'ldi, hajiz umraga o'tib ketadida yangi yerga kirib ketdi. Tushunarligi? O'shaning uchun Arafada albatta chiqdi. Hattoki shu darajada bo'lganki, mana hozir shu agar kim Alloh saqlasin, o'sha paytgacha bir narsa bo'lib banchaga tushib qolsa, Danitsadagi o'sha nimadagi kasalxonadagi mashinalar tayyor turadi. Qanaqa qiladi desa, ular ehronda endi. Ular haj. Ularni bir Arafaga olib chiqib, yana banchaga sababi nima? O'sha yerda turishingiz kerak-da. Bir sekund bo'lsa ham turishingiz kerak. Mana shunday bo'lsa ham turishingiz kerak. Mana shu yerda kelish kerak. Demak, Arafada o'tiramiz, duo qilamiz. Bilib qo'yinglar, bizda Hanafiy mazhabida ham jamoat namozini jamlab o'qishga ruxsat bor. Qaysi kuni? Arafa. U
2 rakat qilib peshin bilan asrni qo'shib o'qiladi. Peshin vaqtida o'qiladi. Nimaga desa, peshindan keyin duo boshlanadi, to quyosh botguncha. Arofa kuni qilingan bosh asrda o'qiladi. Ha, o'sha hali o'rtada namoz o'qib olaylik, asrga harakat qilaylik deb mashg'ul bo'lib qolmaslik uchun, chalg'ib qolmaslik uchun ham oldin o'qib oldik. O'qib oldik, 2 rakat namaz o'qib oldik. Quyosh botgandan keyin Muzdalifa tog'iga yuradi. Bu ham o'sha oborgan tur kompaniyalar, ular avtobus qilib berishadi, boshqa qilib berishadi, boriladi. Muzdalifaning ko'rinishi shu. Halokatga boshqa narsa yo'q. O'sha uchun ham borgan odamlarga aytamanki, ryukzak olib olinglar. Ryukzak olib, ryukzakka yengil adyol deymizmi, ko'rpachami, shunga o'xshagan narsa olib. Qayerga borsalar ham so'rasizlar, ishga o'tirasiz, o'sha yerga yotasiz. Muzdalifada umuman nima yo'q. Palatga ham yo'q, gilam ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Sharoit yo'q. Hamma topgan narsasidan oladi. Kartonmi, joynamoqmi, ularga kichkina palatkalarmi, mana shunaqa narsalarga nima qiladi. Xo'p, Muzdalifaga borganda nima ish qilinadi desa, endi Arofatlarni charchadingiz-ku, duo qildingiz-ku, Muzdalifaga borganda faqat shom bilan xufton o'qiysiz. Tamom. Shom, xufton. Shom bilan xufton albatta Muzdalifaga o'qish kerak o'sha. Ba'zi ulamolar aytadiki, Arafada o'qisang borib qaytadi. Albatta Muzdalifada o'qish kerak. Tushunarli-ga, jam qilib o'qiladi. Avtobus keldi, yetib borguncha o'sha kuni rosa bo'lib ketadi. Juda ham tirbandlik bo'lib ketadi. Tirbandlik sababli xuftonga yetib boramiz. Bu xuftonda 10da o'tib yetib boramiz. Farqi yo'q. Kutasiz, o'sha yerga borasiz. Tahoratxonalari bor. Tahoratxonalar qilib qo'yilgan. Muzdalifada tahoratxonalarga kirib, o'sha yerda shunday jamoatlar ko'p bo'ladi. Juda ko'p jamoat qilib shunday 3 rakat. Nimani o'qiymiz? Shom 2 rakat orqasidan xufton o'qiymiz, keyin o'qiladi. Men biron marta yilda biron martasi tahajjud qoldirmaganman. Men har doim tahajjud o'qiyman degan odamga ham o'sha tahajjud o'qimayman. Undan keyin Muzdalifada uxladik. Endi Muzdalifada yarim kechasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga ruxsat berganlar va qari odamlarga ruxsat berganlar. Yarim kechasi borib birinchi tosh otishdi. Bu sog'lom odamlarga ruxsat berdi. Sog'lom odamlar bombobni qayerda o'qish kerak? Muzdalifada o'qiladi. Tushunarli-ga, bombobni o'qiysiz, undan keyin yo'lga chiqib endi bitta nimaga e'tibor beriladigan joy bor, aytib qo'yaman. Bombobni Muzdalifada o'qigandan keyin duo qilib bir olim aytadilarki, bombobni Muzdalifada o'qidim, undan keyin qo'limni ochib duo qildim, ya Robbim, men yana yilga hajga keldim. Yana yilga keldim. Yana Muzdalifada duo qildim. Yana o'sha bombobdan yana yilga haj qildim. Yana yilga haj 30 yil haj qildim. Ketma-ket. 30 yil haj. 30-yilda istahiyat Robbim. Robbimdan uyaldim. O'sha yilda vafot etdi. Xo'p, demak, o'sha e'tibor berilgan joyi Muzdalifada bombobdan keyin nima bo'ladi? Duo ijobat bo'ladigan ulamolarga o'sha aytgan bor, mashhur ijobat bo'ladigan joylardan biri. Xo'p, Muzdalifada bo'ldik, ayollarga ruxsat berildi. O'sha kuni birinchi hayit kuni. Hayit bo'ldi. Hayit kuni boriladi, hamma o'zini vaqt qo'ygan. Mana bu jamarot surati hamma kelib tosh qo'yadi. Muzdalifadan tosh olamiz. 7 dona xolos. To'plamaymiz. Baxtga o'sha Muzdalifadan hammasini to'plab olamiz. Yo'q, hammasini to'plab olish shart emas.
7 dona tosh oladi. Keyin birinchi kuni hayit kuni faqat 7 dona tosh. Chunki jamoat nechta? 3 ta jamoat. Katta jamoat, o'rta jamoat va kichik jamoat. O'sha kuni faqat kattaga otiladi. Aqobatul kubro yoki jamoatul kubro yozib masjidga kelib nima qilinadi? Tosh otiladi. Katta shayton. Ha, hop tosh otib turganda hammasi bismillah, Allohu akbar. Bismillah, Allohu akbar. Bismillah, Allohu akbar. Uzoqdan turib bunaqa qilib otishlari yo'q. Borib, yaqinroq kelib, ben bir marta, bir ikki marta turib qolgan ekanman, biz toshga kelganman. Chunki uzoqdan turib otdi. O'shaning uchun sal o'zini ehtiyot qilasiz, sal beroda va otiladi. Xo'p, endi shunday ko'pchilik bo'lganligi uchun ko'pchilikni eplash qiyin. Umuman bu haj amallarida juda ko'pchilik nima qilishi qiyin. Eplab olishi, bilib olishi qiyin. 7 marta tosh otdik. 7 marta tosh otganimizdan keyin qo'y so'yiladi. Xo'p, qo'y nima uchun so'yiladi? Kim biladi? Qo'y tamattu qilinganligi uchun so'yiladi. Siz birinchi umra qildingiz-ku? Ha? Keyin kutib yurdingiz. Keyin haj kuni keldi, hajga chiqdingiz. Shuni o'rtada soch oldirganingiz uchun qo'ysingiz. Agar ifrotni o'zini qiladigan bo'lsangiz, ya'ni hajda o'zini niyatiga unga qo'yib olasiz. Ha, so'ymasa ham bo'laveradi. Siz mutamatti bo'lganingiz endi qo'y so'yishga imkoniyatingiz bo'lmasa. Maqlasizlar. Qo'y so'yishga imkoniyatingiz bo'lsa, Alloh taolo salastan yamsul haj va sab'atin idza raja'tum. 3 kun hajda va 7 kun qaytganingizdan keyin 10 kun tutib berasiz. O'shaning uchun bir odamlar qo'y so'yishga imkoniyati bo'lsa, tamattu qilib desa, unga aytamizki, qilavering tamattu. Siz o'zi tutib beraverasiz. Tushunarlimi? Endi juda ham ko'p beriladigan savollar. Men o'sha qo'yni yurtimizda so'yib qo'ysa bo'laveradimi, uyimizda so'yib qo'ysa shu o'taveradimi? O'tmaydi. Hajni qo'yi, mana bu haj kunlari albatta Makkada bo'lishi kerak va Makka fuqarolariga tarqatilishi kerak. Tushunarlimi? Ya'ni Makkada so'yilishi shart. Hop, endi ikkinchi savol. Men bitta emas, o'ta so'zmoqchiman. Deyilsa, bu Allohning fazli, kimdir Alloh taolo fazilatini ko'p beradi. 100 ta so'zsiz ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlatgan so'zlar 100 ta so'zlar. 63 ta so'zlar qo'yganlar so'zlar, qolganini Ali roziyallohu anhuga bergan. Hop, demak, qo'y so'yiladi, lekin bittasi kifoya. Bittasi kifoya, o'sha obordan turishdan o'zi. Hop, undan keyin nima qilar ekan? Soch olinadi. Soch olinadi. Hop, tartibiga e'tibor bering. Tosh otiladi, qo'y so'yiladi, soch olinadi. O'sha kuni tartiblar o'zgarib ketib qolsa-chi? Biz Hanafiy mazhab bo'yicha tartiblar o'zgarib ketib qolsa qo'y so'yamiz. Jarimasi. Lekin boshqa mazhablarda tartib o'zgarishi mumkin. O'shancha aytdimki, men hozir bu yerda fatvo emas, o'sha yerga borib fatvo so'raysizlar agar. Nima deb qolsa, o'sha yerga olimlardan so'raysizlar. Mana bo'lsa, bunaqa bo'ladi. Eng nimasi, agar bilmasangiz, o'sha yerda fatvo bo'limlari bor. Arab tilini, ya'ni o'zimizdan bilgan ularni topolmasangiz, o'sha arab tilini bilgan birorta odamga borsangiz, so'raydi. Arab olimlari aynan fatvo uchun o'sha kuni o'tirish qoladi. O'sha savol. Qo'y so'yilgandan keyin soch oldiriladi. Borib kelganingizdan keyin qanchadan qo'y so'yilgandan keyin. Bizning mazhabda mana shu tartib bo'lishi kerak. Birinchi tosh otdingiz, keyin o'sha nimaga telefon qilasiz, qo'y so'yildimi deysiz. Ha, desa keyin borib sochini oladi. Endi bu safar qirdirishimiz. Bu safar qirdirishimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sochlarini ustarada oldirgan odamlarga 3 marta duo. Uchalasida ham
Ya Rasululloh kaltalatganlar deb aytishgan. Men o'sha 4-chisida kaltalatganlarni Alloh taolo rahmatiga olsin degan. Akmalxon boshqalarni parvo odamlarni toshni otib bersa, Ha, toshini otib bersa bo'ladi. Bizda nima fon shu tushgan kiyim otiladi ya shayton. Hammasini yig'ib oladi ishlar. Yo'q, bo'laveradi yig'ib. Shart degan narsa yo'q. Mabodo misol uchun shu tosh nima qilingan toshingiz olib ketibdi biror joyga. Hech narsa qilmaydi, boshqa joyda ham ha, o'sha nima deydi? Yengilchilik, kengchilik demoqchi. Ha, yo'q, o'sha yerdan shart, o'sha yerdan olmagan bo'lsangiz, bunaqa bo'ladi. Jarima bo'libdi, unaqa degan narsa yo'q. Ha, tushunarli. Soch oldiramiz, o'sha kuni soch oldirganimizdan keyin, nima chiqib ketamiz? Ehromdan chiqamiz. Ungacha ehromda yurdik. Arafa kuni kunduzi, yo'q, Arafadan bir kun oldin tarbiya yurdik. Arafa kuni yurdik. Undan keyin sochimizni nima qildik? Ya'ni 2 kun ehromda yurdik. 2 kun ehromda. Ba'zilar 3 kun yurdi. Xo'p, hayitimizni o'qiymiz. Haj odam o'qiydi. Haj ubadiylar. Nima? Hayitimiz bu yo'q. Bu nima haj odam nima o'qiydi? Hayitimiz Arafatda. Ya Arafatda emas nimada? Tosh otib turgan. Xo'p, sochni oldiramiz. Sochni oldirganimizdan keyin bir narsaga yaxshilab e'tibor berishlarini so'rardim. O'sha soch olib turgan kunlarda ba'zilar aytadiki, o'zinikini olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, ikki kishilar, sheriksizlar, bir kishi sen menikini, men senikini olib qo'ysa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Sahobalar bir-birlarini olishgan. Ehromda turgan holatlarda olishgan. Xo'p, o'sha kuni nima qildingiz? Qo'y so'ydingiz, tosh otdingiz, qo'y so'ydingiz, tahallul bo'ladi. Tahallul degani bo'ldi. Hamma narsa mumkin degani. Tahallul asqor, tahallul akbar. Kichik tahallul bor, katta tahallul bor. Xo'p, ehromdan chiqish kichigi bilan kattasi nima farqi bor desa, qaranglar. Ikkita amal bilan chiqib ketiladi. Kichiklarda, ya'ni boshqa hamma narsa qilishingiz mumkin. Faqat er-xotin qilmaydi. Tushunarli? Er-xotin. Xo'p, undan keyin soch oldirdingiz. Soch oldirgandan keyin chiqib, undan keyin tavof ifoda qilasiz. Tavof ifoda degani tavof farzidan deyiladi, tavof ziyoratdan deyiladi. O'sha kungi mana buni 3-4 xil ismi bor. Mana shu farzlardan bittasi. Birinchi farz ehromda turish bo'lsa, ikkinchi farz Arafada turish bo'ladigan bo'lsa, uchinchi farz ifoda. Tushunarli? Ehromda yechmasdan bo'ladimi? Ehromda chiqgansiz. Soch oldirgansiz, yechilgansiz. Soch oldirgansiz. O'sha kunlari bo'ldi. Shunday ochiq bo'ladi. Ehromsiz kiraveradi. Bo'ldi, hajda u hajda o'ziga xos. Tavofni o'sha masjiddan boshlaymiz. Mana shu hajardan o'zi borsiz hamma bir xil ibodat qilib turgan bo'ladi. O'shani boshlash bo'ladi. Tavof qildingiz, tavofda 7 marta tavof qilgandan keyin hadis akbar bo'lib qoldi. Hammasi mumkin. Shu atir ishlatish ham, tirnoq olish, soch olish hamma mumkin. Hammasi mumkin. Tavofli ifodani qildingiz. Tavofli ifodani qilganingizda undan keyin yana qaytib ko'tarilasiz. Safo Marvaga. Umrada qanday amal qilgan bo'lsangiz, hajda xuddi shu amal qilasiz. Shularga Safoga borasiz, Marvaga borasiz, yana qaytib o'sha shu yarim turib bo'ladi, bitta sal bo'ladi, bitta sal qiladi. Ha. Yo'q, farz emas bu. Sifatda sal vojib.
Sayda qilmagan odam qur'onni so'rsa, ketaveradi. Ketaveradi. Bizni mazhab bo'yicha. Undan keyin sayda qilib bo'ldik. Sayda qilib bo'lganingizdan keyin nimaga qaytasiz? Minoga qaytasiz. Minoda qilinadigan ish nima? Siz suhbatlashib o'tirasiz, birovlar bilan tanishishingiz mumkin, Qur'on o'qiysiz, duo qilasiz, o'tiraverasiz. Bemalol. Xo'p, yana bir ruxsat berilgan, tijorat qilishga ruxsat berilgan. Hozir bu hukumat tarafidan ruxsat berilmagan, u din. Shariatda Alloh taolo o'sha nimadan tushganlaridan keyin sizlarga tijorat qilishingizda hech qanday agar o'sha ibodat shu minoda bir o'yinchoq sotib olishingiz boshqa qilishingiz mumkin. Minoda faqat yotasiz. Ertasi kuni peshindan keyin, ya'ni quyosh tikka kelib o'tgandan keyin yana qayerga yuramiz? Jamoatga yuramiz. Minodan endi jamoatga yuramiz. Endi o'zimiz kiyimlardamiz, o'sha kimdir frontiga oladi, kimdir boshqa qiladi. Kelinganda birinchi bo'lib turib kattasiga otiladi. Birinchi kun uzaydi. Ha, birinchi kunga otilganga otiladi. 7 ta otiladi. Otilgandan keyin mana bu joylarga ikki tomonga o'tib duo qilishlik va bu yerda ham duo qilishlik, duo ijobat qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolarini o'sha paytda hisoblangan. Hozirgi paytda soat bilan hisoblanadi. 1 soat, 2 soat. O'sha paytda Qur'on bilan hisoblangan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu tosh bilan bu toshni o'rtasida duo qilganlarni Baqara surasida duo qildilar deyilgan. Baqara surasini qancha bo'lib? 1,5-2 soat turadilar. Hozir unga qo'ymaydi. Odam ko'p, yurgan iloji bo'lsa masjidda o'tib, bir chekkaga o'tib, Ka'baga qarab duo qilaverasiz. Qo'yib bergan. O'zi ba'zi odamlar shu oyog'ini kitadi, o'sha yerda ko'p yurganida, boshqa bo'lib ketadi, o'shalarga qarab turib, bir chekkada joy bor, o'sha chekkada o'tib duo qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda uzoq duo qilishingiz kerak. Duo qilsangiz yaxshi. Yani zarur emas, lekin duo qilish sunnat. Undan keyin mana bunga 7 marta otiladi, undan keyin mana birinchi kuni nechta tosh otdik? 7 ta. Ikkinchi kuni nechta otamiz? 20 ta. Uchinchi kuni yana shu tosh otgandan keyin Minoga qaytdik. Minoga qaytganimizdan keyin uchinchi kuni yana tosh otyapmiz. 7 ta. Bir xil. Amal bir. Hop, o'sha mana shu nima qilgan, chekkaroqlarga o'tib duo qilib bo'ladi. Uchinchi toshni o'tgandan keyin duo qilsa, yana to'g'ri Minoga qaytamiz. O'zi borishing nimalar o'ldirib duo qilib qo'ygan, soldatlar. Ular soldat qo'yib, o'sha paytda tojlar qilib, o'zi hurmat qilib, bu tomonga borishadi. Hop, undan keyin Minoga qaytib boramiz. Uchinchi kun tosh otib turgan odamlar ikki xil bo'ladi. Avtobuslarimizni hamma yo'g'imizni olib qo'ydik. Biz 49 ta tosh otganimizdan keyin ketamiz. Ya'ni birinchi kuni 7 ta otdingiz, keyin 20 ta, keyin 20 ta. Ha? Shundan yana qaytib olib ketishadi, mehmonxonaga ketishadi. Bo'ldi, haj amallari tugadi. Endi ba'zi bir tur firmalar bor. Yo'q, yana bir kun otamiz. Nechta bo'ladi shunda? 70 ta. Ba'zilar 49 ta otgandan keyin tushib ketadi. Bo'ldi, ketdi, gerishingizda hamma yo'llarga ishlaydi. O'sha olgan adyol shunga o'xshagan, ko'rpa shunga o'xshagan narsalarni yetishtirishadi, to'shlashadi, to'g'ri mehmonxonaga tushib ketadi. Hop, bu ham quyosh botgungacha bo'lishi kerak. Quyosh botgungacha tushib ketolmay qolsangiz, yana bir turib qo'yishingiz kerak. Shularga
Hop, Alloh taolo bu haqida oyat tushirgan, oyat nozil qilgan. Falan ta'ajjala fi yawmin fala isma alayh wa man ta'akhkhara fala isma alayh. Kim 2 kunda shoshilib, ya'ni hayit kunidan tashqari 2 kunda shoshilib tushib ketsa, unga gunoh yo'qdir. Kim 3 kunda yo'q 3 kun turaman deb bo'lsa, unga gunoh yo'qdir. Shularga meroga qaytib keling, meroga tushganlar tushib ketadi, o'sha toshni otadi, ba'zilarda hamma o'rta yerda ruxsatlarni oladi, toshni otadi, va bu o'rin nimaga tushib ketadi. Haromga tushib ketadi, Makkaga tushib ketadi. Undan keyin 3-chi kuni mana optik 20 tadan bo'ladigan bo'lsa, 3 kun tosh otilsa 20 tadan 63 ta bo'ladi. Birinchi kungi otgansiz-ku 70 ta. 70 ta tosh otganingizdan keyin baribir hamma o'sha nasibasiga boradi. Mehmonxonaga borganingizdan keyin bo'ldi. O'sha borib haj qilib, boshqa qilib yuraverasiz. Hali tavofi ifoda bor-ku, tavofi ifoda. Kimdirlar o'sha paytda qilmagan bo'ladi. Masalan, ayam ishib ketgan yoki qanday bir uzunligi sababli bora olmadi, Ka'baga bora olmadi, unga hech qanday nima yo'q. Mehmonxonada turaveradi. Keyin qachon vaqti bo'lsa tushib tavofi ifoda qilib qo'yadi. Farz. Agar kim tavofi ifodani qilmasa, haj bo'ladi. Demak, o'sha kunbasi kiyinib qilsa bo'ladi. Kiyinib qilsa bo'ladi. Aynan o'sha kuni, aynan o'sha kuni degan narsa yo'q. Afzali o'sha kuni. Degan afzal o'sha kuni yo'q. Masalan, oyog'im og'riyapti mana, o'sha kuni tushamayman degan. Desa bo'ldi, mehmonxonaga borganingizdan keyin ham qilsangiz bo'laveradi. Zulhijja oyida qilsa bo'ladi. Ya'ni 20 kun bor. Hop, endi qilib bo'lganingizdan keyin oxirgi vojiblardan bittasi, bu tavofi vado. Xayrlashuv tavofi. Kim xayrlashuv tavofini qilmasa qo'ysin. Jarimaga tushadi. Hop, ayollarga ruxsat bor. Uzunli bo'lgan ayollarga ruxsat beriladi. Xudo ismaydi, ketaversin. Ya'ni o'sha samolyot turib boshqasi bo'lsa, o'sha paytda ruxsat beriladi. Lekin erkaklarning hammasiga tavofidan qilishi shart. Tavofi vido qilishi vojib. Tavofi vido qanaqa qilinadi? Tavofi vido 7 marotaba qilinadi va 2 rakat namoz o'qib chiqib ketiladi. Yo'q, sayfi. Har qanday tavofni 2 rakat sunnati bor. Agar nafil tavof qilsangiz 2 rakat o'qishingiz kerak. Ya'ni kerak degani sunnat. Say qilinmaydi, ertaga tavof qilindi, 2 rakat. O'sha yig'lab Allohdan so'rab, yana kerak deysiz, yana Alloh menga shu narsalarni nasib qildi deysiz. Shu bilan vido qilib, qachon qilinadi desa, mana masalan aytamizki, o'sha turizm firmalari boshqalar aytishadiki, avtobusimiz soat 10 ga keladi. Misol uchun 10:00 hamma pastga tushsin. Siz bomdoddan keyin borib tavof vido qilib 200 soat oldin tavof vido qilishingiz kerak. Hamma yo'l tayyor qilasiz, tushasiz, tavof vido qilasiz. Yana qaytib kelib shu kiyimlarni almashtirib, boshqa qilasiz, 200 soatdan chiqib ketishingiz kerak. Ya'ni tavof vido oxirida bo'lishi kerak. Aytaylik, haj amallarini bo'ldi, 10 kundan keyin ketamiz. Hozir tavof vido qilib olaylik, o'sha kunlarga shoshilib qolmayman degan bo'lsa, tavof vido qilasiz. Tavof vido ketay turgan paytda. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim hajga kelsa, falyakun akhiru ahdihi. Oxirgi qiladigan ishi bil bayt, ya'ni tavof bo'lsin. Shularga o'shaning uchun oddiy tavof vido, xayrlashuv tavof. Tavof vido qildingiz, shu bilan haj amalini nihoyasiga yetdi. O'z nimasiga yetdi. Hop, kimda qanaqa savollar bor? Bu nimada onlayndagi savollarga javob beramiz. Vaqtimiz bormi? Qancha bo'ldi? Hozir nimalardan
Keyin 10 kun sonra yurlardi. Shu me'mordan chiqilmasin kerak. Makka ichida yurish. Yo'q, farqi. Shundan shartda haj 8-chi kunlarda Yo'q, o'sha chiqqanimizdan keyin umra qilish shart. shu miqotda Miqotdan chiqish, qaytib ketish shart. Lekin masalan, miqotni ichidagi joylarga yuborasiz. Makkadan chiqish, ya'ni mumkin emas. Siz ham Makkadan chiqish mumkin. Miqotdan o'tadigan bo'lsangiz, qo'y bozorlari Makkani ichida. Makkani ichida. Makkada hatto katta. Keyin mana Makkani harom joyi. Harom deyiladi. Nima uchun Makkada harom deyiladi desa, Makkada harom bo'lishiga sabab ov qilishlik harom. Ov qilishlik harom. Daraxtni chopishlik harom. Mana shu narsalar harom. O'sha joydan ba'zilarga chiqish mumkin emas. Vashington chiqish mumkin, yo chiqish mumkin. Bunday biroq chiqib tashqarida yurishingiz mumkin. Ya'ni masalan Arofatga borib kelishingiz mumkin. Arofat haromdan tashqari. Qo'y bozoriga keyin o'zimizga bizdan keyin Yo'q, u miqotda tashqari. Miqot aytdim-ku, boshidan ko'rsam miqot mana shu. Endi o'sha Zulhalayfa deyapsiz. Birinchi umra qiladi. Misol yana qayta umra qilish mumkinmi? Xo'p, undan keyin mana shu amalni bo'ldi. Masalan, bordi. 15 ga vaqtimiz bor. Mana shu bilan hajdan katta bo'ldi. Uzoq yurtlardan kelgan odamlarga ruxsat berilgan. Uzoq yurtlardan kelgan odamlarga misol uchun ruxsat berilgan, qayta o'rganishga va yana qaytib keladimi degan odamlarga ruxsat berilgan. Lekin yo'q, men inshaalloh yana kelaman, hali ko'p kelaman deganlarga umra qilgan. Bitta safarda bitta umra qilgan. Demak, tavob qilirish kerak. Ha, tavob qilinadi. Tavob qilinadi. Mana shu Zulhalayfada o'sha Madinaga yaqinlardan usullar. Mana buni bo'layotgan nima uchun keladi? Kerak tavob uchun keladi. Kimdir yo'q, Madinada qanday bo'ldi? Bo'lmagan kim biladi. Mana shu yerdan kelib, mana shu ro'parasidan katta-ku, aylanib keldilar. O'sha ro'parasiga kelganda labbayk Allohumma umratan deb o'tib ketish narsa. Oxiri chegara xolos u. U yerda o'tib ketdi. Ha, namozni ham sunnat. U yerda o'tib ketib qoladi. Labbayk turgan. Ha, agar u yerda o'tib ketsa, qaytib kelgan o'sha mana bu nimasida mana shu joylardan chiqib ketmaslik. Agar chiqib ketib qolsa, Jiddada o'tib Yo'q. Men qo'y bozoriga borganimda ancha gapni qo'y bozoriga. Ikkilanib qoldim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت bu boshdan oxirigacha Xo'p, bo'lmasa nimamizni tugatamiz, bir chiroyli duo qilaylik. Boshdan oxirigacha endi anavi nimani ham aytib qo'yay, chiqmagan afzal.
ana bu nimadan haramni chegarasida. Chunki ba'zi ulamolar ruxsat berishmagan. Haramga kim chiqsa ihrom kiyib qaytib kelish kerak. Ya'ni nimasi bilan bir chiqqan lekin bilmagan odamlarga boshqalarga ulamolar boshqacha fatvo berishadi. Ixtilofli masala, siz ko'zingiz xotirjam bo'lishligi uchun mana nima qilib qo'ydim. Endi siz bilmagansiz u paytda, lekin o'sha aynan Makkaga ihrom kiyib kelgan afzal. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo mana shu yili kim hajga niyat qilgan bo'lsa, hammasini Alloh taolo hajlarini mabrur qilib, o'sha yo'lakdan borib, gunohlaridan forig' bo'lib kelishlarini o'zi nasib aylasin. Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, bizga mana shunday ne'matlarga o'zi berganiga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mana shu ibodatlarni bizga chiroyli qilib ko'rsatib ketganlari uchun u kishiga cheksiz salomlar bo'lsin. Va u kishini sahobalariga va u kishiga chiroyli yashashlarga ham qiyomat kunigacha salomlar bo'lib tursin. Alloh taolo bizni qalbimizni faqat o'zini taqvosi bilan to'yintirsin. Allohim biz sendan qo'rqmaydigan qalbdan, foyda bermaydigan ilmdan, qabul bo'lmay turgan duodan va to'ymaydigan nafsdan mana shu to'rtta narsadan panoh so'raymiz. Allohim yana sendan panoh so'raymizki, ne'matlarning ketib qolishligidan, to'satdan ofiyating musibatga aylanib qolishligidan, balolaring to'satdan kelib qolishligidan va jamiki noroziliging bo'lib qolishidan o'zing panoh so'raymiz. Allohim rahmatingdan umidvormiz. Allohim rahmatingdan umidvormiz. Allohim rahmatingdan umidvormiz. Allohim bizni o'z nafsimizga tashlab qo'ymagin. Doim o'zingni hifz himoyatingda bo'laylik. Allohim mana shu yilda kim hajga niyat qilgan bo'lsa, o'shalarni haj qilishlarini va hajlari yengil bo'lishlarini va hajlari maqbul, mabrur hajlar bo'lishligini o'zing nasib ayla. Bizga Robbimiz bu dunyoda ham, u dunyoda ham yaxshilikni nasib ayla. Yaxshilikdan bergin va bizni do'zax azobidan o'zing asragin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sog'lik